Jizzax viloyati 2026-yil qishloq xo'jaligi ekinlarining asosiy zararkunandalar, kasalliklar va begona o'tlar rivojlanishi va tarqalishi to'g'risida uzoq muddatli bashorat bo'yicha hisobot. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-iyuldagi TQ 5185 sonli qarorida o'simliklar karantini himoyasi prognoz tizimini takomillashtirish, zararli organizmlarga qarshi kurashning uyg'unlashgan samarali usullarini belgilash hamda ijrosini nazorat qilish, monitoring olib borish, iqtisodiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan zararli organizmlarning respublika hududiga kirib kelishi va tarqalishini oldini olish hamda yo'q qilish vazifasi yuklatilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-maydagi 405-sonli qishloq xo'jaligi ekinlarida zararkunandalar, kasalliklar va begona o'tlarning tarqalishi maydonlarini aniqlash tartibi to'g'risidagi nizomning tasdiqlash haqidagi qarorida kelgusi yil uzoq zararli organizmlar tarqalishi va rivojlanishi bo'yicha uzoq muddatli bashoratlar, qisqa muddatli bashoratlar va fenologik kuzatuvlar ishlab chiqish belgilab berilgan. Yuqoridagilar ijrosi yuzasidan zararli organizmlarning xavf-xatarlarini oldindan aniqlash hamda bartaraf etish maqsadida yangilangan dala nazorati tizimi 48 turdagi zararkunanda hamda hasharotlar va 8 turdagi kasalliklarni 10 kun oldin aniqlash imkoni bo'lgan ilmiy asoslangan fenokalendardan joriy qilindi. Bu fenokalendar o'z navbatida qog'oz ko'rinishida bo'lib, inspektorlar va maxsus bilimga ega bo'lmagan yer egalari uchun zararkunanda va kasalliklarni qaysi bosqichda aniqlab, qarshi kurash va chora-tadbirlarni belgilashda ko'maklashadi. O'simliklarni zararli organizmlardan himoya qilish hamda vaqt dolzarb muammo hisoblanib, ob-havo, iqlim sharoitining keskin o'zgarishi, zararkunanda va kasalliklar, begona o'tlarning rivojlanishi va tarqalishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Oqibatda ularga qarshi kurash choralari ham o'zgarib, yangi himoya tizimi ishlab chiqish zaruriyati tug'ilmoqda. O'simliklarni zararli organizmlardan himoya qilishda ularning tur, tarkibi, miqdori, rivojlanishi, tarqalishini o'rganish orqali kelgusida qishloq xo'jalik ekinlarini xavfini oldini olish uchun muntazam ravishda nazorat ishlari olib borish zarur. Zararli organizmlar rivojlanishi va tarqalishini prognoz qilish hamda ularga qarshi profilaktik va himoya tadbirlarini samaradorligini ta'minlash uchun asoslangan yillik va uzoq muddatli bashorat ma'lumotlari zarur. Uzoq muddatli bashorat ma'lumotlari asosida zararli organizmlarning tarqalishi dinamikasini baholash va uyg'unlashgan himoya choralarini samarali rejalashtirish imkonini beradi. Hozirda viloyatda sohaning malakali mutaxassislari, olim agronomlar bilan birgalikda kuzatuv nazorat tahlillari va ko'p yillik ma'lumotlar asosida hududlarda 2026-yil qishloq xo'jaligi ekinlarining asosiy zararkunandalari, kasalliklar va begona o'tlarning rivojlanishi va tarqalishi to'g'risida uzoq muddatli bashoratnomalar tayyorlanib, tumanlar kesimida ma'lumotlar umumlashtirildi. Hamda viloyat bo'yicha elektron axborot bazasi yaratilib, dala nazorati tizimiga kiritildi. Shuningdek, mavsum davomida Gidrometeorologiya xizmati agentligining dastlabki ob-havo prognoz ma'lumotlariga asosan qisqa muddatli oylik bashoratlar tayyorlanib, joylarda xizmat faoliyatida foydalanish uchun tuman bo'limlari va fermer xo'jaliklariga yetkazildi. Joriy yil qish oylari yog'ingarchilikning ko'p bo'lganligi sababli ochiq hamda erta ekilgan g'alla maydonlarida fevral oyining oxirgi 10 kunligidan boshlab zang kasalligi paydo bo'lish bashorat qilinmoqda. Shu munosabati bilan zang kasalligi sporalari shamol orqali 1 kilometrdan 1000 kilometr masofagacha tarqalishini inobatga olib, kasallik keltiradigan zararli
zararlari yuqori bo'lganligi uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Sariq zang tuplash fazasida 30-40% hosilni nobud qiladi. Kasallik g'alla maydonlariga erta boshlangan bo'lsa, misol uchun bayroq barg chiqarish fazasida sariq zang rivojlanish darajasi o'rtacha 50-60% yetsa, don hosilining 30-50% yo'qotiladi. Bunday misollar qilib, o'tgan davrlardagi 2011-yil hamda 2015-yillarda zang kasalligi g'alla maydonlari juda katta, ya'ni 50-60%, ba'zi maydonlarda 70%gacha hosildorlikni zarar keltirganligini ko'rsatishimiz mumkin. Yuqoridagilarni inobatga olib, barcha hududlardagi g'alla yetishtiruvchilarni g'alla maydonlarida muntazam tizimli kuzatuv monitoring ishlarini kuchaytirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi va ishlab chiqaruvchilar tomonidan zararkunandalar, kasallik va begona o'tlarga qarshi kurash talab etiladigan biologik va kimyoviy vositalar zaxirasini yaratish hamda qishloq xo'jaligi hamda zararli organizm belgilari aniqlanganda tezkorlik bilan ilmiy asoslangan usullarda belgilangan me'yor, talab va tartiblar asosida qarshi kurash choralarini ko'rish lozim bo'ladi. Aks holda mas'uliyatsiz yondashilganda hosildorlikka jiddiy yo'qotishlarga sababchi bo'lishining mumkin.